Qadimgi Hindiston davlati shu nomdagi yarimorol, ya'ni Hindiston yarimoroli va Hind va Ganga daryolarining vodiylaridagi unumdor tuproqli yerlarni egallagan edi. Uning iqlimi ham xuddi Misrniki singari, Mesopotamiya iqlimi singari ikkita daryo, Hind va Ganga daryolari vodiylaridagi tez oqar daryolar va daryo suvi bilan keluvchi unumdor tuproqli loyqa orqali dehqonchilik rivojiga sababchi bo'lgan edi. Va bu hudud ham Hindiston hududi ham insoniyat sivilizatsiyasining dastlabki markazlaridan biri bo'lgan edi. Hindiston hududida shimoliy qismidan egallab olgan Himolay tog'lari dushmanlar hujumlari va shu bilan birgalikda sovuq shamollarning Hindiston hududiga kirib kelishini butunlay to'xtatib turuvchi tabiiy mudofaa devorlari vazifasini bajarar edi. Ganga daryosidagi tropik o'rmonli mintaqalar ancha yuksak taraqqiy etgan bo'lishiga qaramasdan, Hindistonning dastlabki sivilizatsiyalari Hind daryosi vodiysi hududlarida miloddan avvalgi 3-ming-yillikda paydo bo'la boshlagan edi. Bu shaharlar, ya'ni Hindiston hududida dastlabki paydo bo'lgan ikkita shahar, biri Mohenjo-daro, ikkinchisi esa Harappa deb yuritilgan edi. Har ikkala shahar ham mudofaa devorlari bilan o'rab olingan bo'lib, darvoza va darvozadan kiruvchi katta ko'cha boshqa ko'chalarni bir-biridan ajratib turar edi. Mohenjo-daroda ham, Harappa shahrida ham xalq aholi bunyodkorchiligining namunasi sifatida ko'plab saroylar, ibodatxonalar va jamoat inshootlari bunyod etilgan edi. Aholisining asosiy mashg'uloti dehqonchilik bo'lgan Mohenjo-daro aholisi mohir hunarmand ham bo'lib, savdo-sotiq bilan ham shug'ullangan edi. Dehqonlar noodatiy bo'lgan ekinlar bo'lmish, shu davrda boshqa xalqlar uchun noodatiy bo'lgan shakarqamish, paxta yetishtirish bilan shug'ullanganlar va fillarni qo'lga o'rgatgan edilar. Biroq Hindiston mintaqasidagi mashhur shaharlar, ya'ni Mohenjo-daro va Harappa shaharlari ham miloddan avvalgi 18-asrda, qo'shimcha ma'lumot sifatida bu asrda Misrga giksoslar hujum qilgan, Bobilda Hammurabi hukmronligi o'rnatilgan, Old Osiyoda bo'lsa Hetlar o'z davlatini tuzgan bir asrda Hind daryosi vodiysida shaharlar tez-tez ro'y berib turuvchi chakalakzorlar va o'rmonlarning kengayishi, bundan tashqari muson yomg'irlari natijasidagi suv toshqinlari oqibatida vayronaga aylangan edi. Shunday qilib, bu shaharlar tarix sahnidan ketgan edi. Uni faqatgina arxeologik topilmalar orqali qanday shahar bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Qadimgi hindlar xuddi bobilliklar va misrliklar singari, mesopotamiyaliklar singari tabiatning ko'pdan ko'p hodisalari oldida ojiz qolar edilar. Masalan, vulqon otilishi, yer qimirlashi yoki tropik jalalarning bo'lib turishi, suv toshqinlari. Aynan shu tabiiy hodisalar boshqa xalqlar singari hindlarda ham diniy e'tiqodlarning shakllanishiga sababchi bo'lgan edi. Eng dastlabki diniy e'tiqodlar paydo bo'la boshlagan davrda ham hindlarning xudolari ancha-muncha ko'p bo'lgan edi. Ulardan eng asosiy xudolardan biri bo'lgan Quyosh xudosi, shu davrgacha Quyosh xudosini biz Brahma sifatida bilar edik, ammo bu ma'lumot yaqindagi ma'lumotlarda, ya'ni yangi ma'lumotlarda xato ekanligi isbotlandi va Quyosh xudosi Surya deb atalgan iloh bo'lgan va bu iloh har tong 7 ta ot qo'shilgan aravasida osmon gumbazi bo'ylab yo'lga chiqadi va tungi qorong'ulikni parokanda qilib insonlarga yorug'lik va harorat baxsh etadi deb hisoblashgan edi. Qadimgi hind rivoyatlarida aytilishicha, momaqaldiroq xudosi bo'lmish Indra osmondagi suvni tutqunlikdan ozod etgandan keyingina mamlakatda qurg'oqchilik o'z yakuniga yetadi deb hisoblashgan. Hindlarning ayrim xudolari yovvoyi hayvonlar timsolida ham tasavvur qilingan. Masalan, boshi filniki, tanasi odamniki bo'lgan hindlarning donishmandlik ilohi hisoblangan Ganesha bo'lgan. Hindlar uchun eng muqaddas bo'lgan hayvonlardan biri bu sigir bo'lgan edi. Uni hattoki hech kim o'ldirmagan, uning go'shtini ham hech kim yemagan edi. Agar kimdir sigirni o'ldiradigan bo'lsa, unda jamiyatdan, ya'ni hind jamoasidan haydalgan edi. Hindlar e'tiqodi bo'yicha jon bir tanadan ikkinchisiga o'tadi. Ya'ni inson vafot etgandan keyin u butunlay o'lmasdan o'z qiyofasini o'zgartiradi. Hayvonga
qumursqaga yoki o'simlikka aylanadi deb hisoblashgan edi. Qadimgi hindlar qanday yumush bilan shug'ullanishlariga qarab 4 ta guruhga ajratilgan edi. Bular birinchisi brahmanlar, bular hind ruhoniylari tabaqasi hisoblanadi, ya'ni kohillar tabaqasi. Ikkinchisi kshatriylar, hind jangchilari tabaqasi. Uchinchisi vayshiylar, ularga dehqonlar, hunarmandlar va savdogarlar kirgan. To'rtinchisi shudralar, xizmatkorlar va qullar tabaqasi hisoblangan edi. Hindlarning e'tiqodi bo'yicha ulardagi yaratuvchi iloh hisoblangan Brahmaning tanasi a'zolaridan hindlar tabaqalariga mansub bo'lgan insonlar paydo bo'lgan. Masalan, brahmanlar uning og'zidan chiqqan bo'lsa, kshatriylar, ya'ni jangchilar uning qo'llaridan yaratilgan edi. Xizmatkorlar va qullar Brahmaning tovonidan yaratilgan deb hisoblashgan edi. Har bitta tabaqa a'zosi faqat o'z tabaqasiga mansub bo'lgan inson bilangina turmush qura olishi mumkin edi. Bir tabaqadan ikkinchisiga o'tish yoki tabaqalar o'rtasidagi nikohga yo'l qo'yilmagan edi. Tabaqalarning birortasiga ham mansub bo'lmagan, ya'ni birorta kastaga mansub bo'lmagan shaxslar chandallar, ya'ni hazar qilinganlar deb yuritilgan edi. Ular tabaqaga mansub bo'lgan insonlar bilan bir uyda yashashi, bir dasturxonda o'tirib ovqatlanishi ham mumkin bo'lmagan edi. Ular uzoqdan ko'rgan paytda tabaqa a'zolari tanib olishlari uchun qandaydir bir libos kiyib yurishi majburiy qilib qo'yilgan edi.